Mamlakatimizda hayotga tatbiq etilayotgan keng ko'lamli islohotlar samarasida sog'liqni saqlash tizimi tubdan o'zgardi. Aholi salomatligini ta'minlash yo'lida yirik loyihalar, dasturlar amaliyotga tatbiq etildi. Ayniqsa, keyingi yillarda tibbiy xizmatni yanada yuksaltirishga daxldor xayrli tashabbuslar sog'liqni saqlash istiqbolini belgilab berdi. Rishton tumanida Abu Ali ibn Sino nomidagi jamoat salomatligi texnikumining tashkil etilishi ham ayni shu tashabbuslar natijasidir. O'quv yurtida 1000 nafardan ortiq yoshlar bir qator yo'nalishlarda tahsil olishadi. O'quv reja va dasturlari ilg'or xorijiy davlatlar tajribasi asosida ishlab chiqilgan. Darslar tibbiyot yo'nalishidagi oliy o'quv yurtlarining tajribali professor o'qituvchilari ishtirokida o'qitilyapti. Bugungi texnikumimizda avvalgi texnikumga tubdan o'zgardi. Bizda avval simulyatsiya markazlarimiz yo'q edi, yetarlicha mulyaj amaliyotlarimiz yo'q edi. Shular asnoda yetib keldi hozir kunimizda. Chunki biz tibbiyot bilan shug'ullanamiz. Bizga har doim insonni ichki a'zosini ko'rish mumkin emas. Qachonki biz darsda kerak bo'lsa keyin borishimiz mumkin. U ham morgga va boshqa holatlarda bo'ladi. U xavfli. O'shani hisobidan bizga eng kerakli bo'lgan nimalarimiz bu mulyajlar hisoblanadi. Mulyajlar avval juda kam edi. Hozirgi kunda 200 milliondan ortiq so'mga bizga mulyajlar yetib kelindi. Har bitta mavzuga oid barcha mulyaj amaliyotlarimiz bor. Ya'ni o'pka yurak reanimatsiyamiz bor, ginekologiyaga, tug'ruqga va anatomiyaga ham ixtisoslashtirilgan mulyajlarimiz mavjud. Shu asnoda bizga ham yengillik bo'ldi. Hattoki birinchi yordam, ya'ni o'pka yurak reanimatsiyasi, u avval yo'q edi. Hozir mana mavjud. Ya'ni suyaklar sinishi, chaqaloqlarga o'pka yurak reanimatsiyasi yo'q edi, o'shalar mavjud. Bizda yana 3 ta laboratoriyamiz. Avval umuman bo'lmagan bu xonalarimiz. Shu xonalarimiz hozir tashkillangan. Bemalol amaliyotni, hattoki sog'lom insonda ham biz qonda qand miqdorini, qonda qandaydir o'zgarishlarni, xolesterinnimi, qanaqa amaliyot shikoyati asosida biz tekshirish ilojimiz bor. Avval kunimizda yo'q edi. Endi kelajakda yana rejalarimiz bor. Har bitta xonaga alohida innovatsion doskamiz bor. Hozir kunimizda u bir dona xolos. O'sha ham simulyatsiya markazida. Lekin hozir aytib qo'yilgan, o'sha ham yetib keladi. Biz agar mulyajimiz iloji bo'lmasa, o'sha doska orqali ham ishlatish imkoniyatimiz bor. Joriy yilda texnikumning moddiy texnik bazasini yanada kuchaytirish, amaliyot xonalarini belgilangan normativlarga asosan jihozlash, o'quv simulятsion auditoriyalarini tashkil etishga alohida e'tibor qaratildi. Nazariy va amaliy maxsus fan xonalari, ulardagi tibbiy jihozlar jahon standartlari asosida tashkil etildi. Bizning yutuqlarimizdan yana biri va quvonarli holatimiz, ilohim davomiy bo'lsin bunimiz. Hozirgi kunimizda Yaponiya bilan bizning shartnomamiz bor. Ya'ni ham ishlash, ham o'qish. Hozirgi kunimizda 3 ta talabamiz bilim olyapti Yaponiyada. Hozirgi yana bitta yutug'imiz Germaniya asosida ham shartnomamiz bor. Germaniyaga ham biz tayyorlayapmiz talabamizni. Xudo xolasa, uni ham shu yaqin kunlarda jo'natishimiz ehtimoli bor. Kelasi haftada 2 ta o'qituvchimiz Yaponiyaga, ya'ni o'quvchilarimiz qanday ta'lim oladi va qanday ish olib borish to'g'risida borib shartnomani tuzib kelishga tayyorgarlik ko'rishmoqda. O'quv yurtida har bir bayram ko'tarinki ruhda o'tkazib boriladi. O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi qabul qilinganining 31 yilligi munosabati bilan Konstitutsiya baxtimiz qomusi mavzusidagi tadbirda so'z olganlar tomonidan alohida e'tirof etildiki, yangi tahrirdagi qomusimizda belgilangan barcha hayotiy tamoyillar, yurt istiqboli, fuqarolarning millati, tili, dini va ijtimoiy kelib chiqishidan qat'iy nazar ularni teng huquqli yashashiga xizmat qilishi bilan ahamiyatlidir. Bu borada u dunyo hamjamiyatida o'zining yuqori bahosini olmoqda. Bayram tadbirida o'quvchilar tomonidan tayyorlangan ona vatanni madh etuvchi kuy va qo'shiqlar barchaga zavq ulashdi. Biz tahsil olayotib turgan o'quv yurtida kasbimizni puxta o'rganish uchun hamma shart-sharoitlar yetarli. Yotoqxonalarimiz, kitoblarimiz, dars jarayonida foydalanish uchun texnik vositalar yetarli. Bizga dars beryapti turgan o'qituvchilarimiz
Hammalari juda ham yaxshi darslarda o'tishadi. Biz bulardan juda ham xursandmiz. Mana bugun 8-dekabrga bag'ishlangan tadbir o'tkazildi. Tadbirimiz juda ham chiroyli o'tkazildi. O'qituvchilarimiz ham o'zlari qatnashishga harakat qilishdi. Yangi tahrirdagi konstitutsiya to'g'risida ma'lumotlarni oldik. Mamlakatimizda aholi sog'lig'ini muhofaza qilishga davlat siyosatining eng muhim yo'nalishi sifatida e'tibor qaratib kelinmoqda. Texnikumni muvaffaqiyatli tamomlagan bitiruvchilar o'z sohasiga mos bo'lgan tibbiyot yo'nalishidagi oliy o'quv yurtlarining ta'lim yo'nalishiga kirish imtihonlarisiz yakka tartibdagi suhbat orqali o'qishga qabul qilinadi. Quvonarlisi, ular o'qishni oliy o'quv yurtlarining 2-kursidan boshlab davom ettiradilar. Bularning barchasi xalqimiz salomatligi yo'lida olib borilayotgan islohotlar natijasidir.